bo'lishadi. 4 ta 80ning yig'indisini toping. Ko'p o'ylading, Asal. 360. Noto'g'ri. 320. Barakalla. Mubina to'g'ri javob berdi. Xo'p, Imron, kesma bilan nurning farqi nima? Kecha o'tdiga bolalar. Kesma bilan nurning farqi kesma ikkita tarafdan chegaralangan bo'ladi. Nur bir tarafi chegaralangan bo'lib cheksiz ketaveradi. Barakalla. Xo'p, bir yilda nechta oy bor edi, Nesarxon? Bir yilda 12 oy bor. 5 oyda, 5 yildachi? 5 yilda. 5 ta 12. 50. Noto'g'ri, ketdik. O'yinni tark etamiz. Barakalla Bobur. Xo'p, Fazliddin 500 bilan 320 ayirmasini topib, chiqqan natijaga 180 ni qo'shasan. 360. Barakalla. 1 soat necha minut turdi bu Mirabonu? 60. 60. 4 soatimiz. Necha minut? Tezroq. 4 ta 60. 160. Noto'g'ri. O'yinni tark etamiz. Barakalla. Tez aylanamiz. Xo'p, keyingi savol. Bir yilda necha kun bor? Hozir darsda ham o'tdik shu savollar, bolalar. 365 yoki 366. Barakalla. Keyingi savolimiz 560 bilan 440 ni yig'indisini topib, undan 110 sonini ayiring. 550 dan 560 bilan qaytaryapman. 440 ni yig'indisini topib, chiqqan natijadan 110 sonini ayiring. 890. Barakalla. 65 bilan 27 ning ayirmasini toping. Oltmuş besh bilan 27 ning ayirmasini toping. 38. To'g'ri. Vaqt o'lchov birliklarini aytib bering hammasini. Minut, soat, kun, hafta, oy, yil, asr, sutka. Bo'ldi, yaxshi. Keyingisi 600 ning 4dan 1 qismini toping. 600 ni yarmini, keyin yarmini topganing 4dan 1 qismi deyiladi. 150. To'g'ri. Eshitamiz. 620 bilan 580 ni ayirmasini topasiz. 620 bilan 580 ni ayirmasini topasiz. Topdingiz-a? Chiqqan, Imron senga tegishli. 620 bilan 580 ni ayirmasini topib